Diqqat, O'zgidromet shoshilinch xabar e'lon qildi. Ertadan boshlab O'zbekistonning qaysi viloyatlarida yomg'ir yog'ishi ma'lum bo'ldi. Barcha fuqarolar ushbu videoni oxirigacha tomosha qiling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, video rolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonning qo'llari Ka'batullohning devorlarini ushlasin. O'zgidromet 2-oktyabr kuni kutilayotgan ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Unga ko'ra Toshkent shahrida havo bulutli bo'ladi. Kechasi va ertalab yomg'ir yog'adi. Havo harorati kunduzi 18-20 daraja issiq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasida ba'zi joylarda havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kunduzi 13-18 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarda chang-to'zonlar kuzatilishi mumkin. Havo harorati kunduzi 18-23 daraja issiq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatida ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Ayrim joylarda chang-to'zonlar kuzatilishi mumkin. Harorat kunduzi 18-23 daraja issiq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kunduzi 22-27 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida va respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida yomg'ir yog'adi. Ba'zi joylarda kuchli bo'lishi mumkin. Havo harorati kechasi 5-10 daraja, kunduzi 8-13 darajagacha pastlaydi, deyilgan xabarda.